Shaxsan o'zim mana shunaqa bir etajga kompaktniy uyni juda ham yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum, hurmatli Mulhouse obunachilari. Bugun sizlarga tanishtiradigan mana shu ikkita oppoqqina qo'g'irchoqdek uylarimiz bir etajga qilib qurilgan. Manzilimiz Bektemir tumani Majnuntol mahallasi, juda ham yaxshi mahallada joylashgan, qo'ni-qo'shni juda ham ahil, yaxshi joy. Umumiy maydon 2,5 sotik, 5 ta xona, podключ kirasiz, yashaysiz. Mana qaranglar, fasad travertin oppoqqina travertinlar qilingan. Tashqariga ham bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Kirishimiz avtomatik darvoza hamda kalitga eshik. Tashqariga ham mana zeleniy zonaga joy tashalgan, landshaftli qilib chiroyli qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ikkita yonma-yon aka-ukalar, qadrdon do'stlar olsa mazza qilib yonma-yon yashashadi. Mana uyimizning fasadini ko'rdinglar. Ana endi kelinglar mana shunisidan tanishamiz. Qani ketdik. Kirishimiz bilan mana darvozaxonaning tepasi naves qilingan. Kattagina naves. Navesga ham shunaqa zamonaviy lyustralar ilingan, ko'rib turganingizdek. Qaranglar. Mana uyimizni ichkari tomondan fasad ko'rinishi ikkalovi bir xil. Ikkita mashina tapchan qo'ysanglar bo'ladi. Tashqarida mana yozgi oshxona qilingan. Yozgi oshxonamiz hamma sharoitlari bor. Mana umuvvalnik, bu yerda gaz plita, o'rtada barbekyu zona, bu yerda mana qozon o'choq, bu yerda mana zeleniy zona, chim sepilgan, xudo xolasa tez kunda yap-yashil bo'ladi. O'rtaga mana manzarali gul ekilgan. Podvalga mana bu yoqdan tushamiz. Podvaldan ham unumli foydalansanglar bo'ladi. Mana tashqarida bitta hojatxona bor, hamma sharoitlari qilingan. Umumiy hisobda 4 ta sanuzel, 5 ta xona plus hol. Mana shu naves zo'r narsa, baribir tapchan qo'yib mazza qilib o'tirsa bo'ladi. 100% pishgan g'ishtdan sifatli xom ashyodan qurilgan, katta ko'chaga juda ham yaqin. Eng zo'ri yaxshi mahalla, qo'ni-qo'shnilar zo'r. Mana bu tomon ham naves obrazli qilingan, bitta kalovat qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar kalovat bu yoqqa qo'ysanglar bo'ladi. 2,5 sotuv kengina uy. Ana endi kelinglar asosiy xonalar bilan tanishamiz. Kirganimizda hol keladi. Mana holda ham o'tirsa bo'ladi, chunki mana televizorga joylar qoldirilgan. Hamma joy to'pli poldasida. Asosiy kirish eshigimizga e'tibor bergan bo'lsanglar, prochniy temirdan qilingan. Bu yerda mana bitta yotoqxonamiz joylashgan. Bu yotoqxonamiz детский spalnya. Oynasi mana shunaqa kattagina panoramli oynalar qilingan. Mana bu yerda ham bitta детский spalnyamiz bor, qaranglar, kattagina. Abo'ylari mo'yishi sifatli abo'ylar qilingan. Bu yerda mana ayollarimiz yaxshi ko'radigan oshxona. Oshxona mebellari va texnikalariga ega. Mana qaranglar, juda ham chiroyli. Akkuratniy qilib, bu yoq burchakka mana do'konturli kotel o'rnatilgan. Bu kotelimiz Wi-Fi orqali ham ishlaydi. Bemalol telefoningizni boshqarsangiz bo'ladi. Bu kuxnya edi. Ana endi sanuzellar bilan tanishamiz. Mana bu yoqda umumiy sanuzel joylashgan. Mana bunda vanna qilingan, unitaz hamda shkofli, umumvallik. Hamda bu yoqqa mana to'g'ratlarga, sahaflarga sharoitlar tashalgan. Bu yoqda mana qo'shimcha hojatxona ham qilingan. Hamma sharoitlari bor mana. Ana endi bu yoqdagi xonalar bilan tanishamiz. Bu yoqda mana o'rtada yana bitta yotoqxonamiz joylashgan. Hamma joy eslatib o'taman, to'pli poldasida. Bu mana родительский kattalar yotoqxonasi. Ichida o'zini yuvinish xonachasiga ega. Forchkasi bor, mana havo aylantirish uchun qilingan. Bu родительский spalnya. Mana bu yerda esa kattagina zal joylashgan, mehmonxonamiz. Mana mehmonxonamiz qaranglar. Mehmonxonamizdan orqa hovlichaga chiqsangiz bo'ladi. Hech qaysi xonamiz gluxoy emas, hamma xonalarda havo aylanib turadi. Mana orqa hovlimiz.
Qaranglar, kattagina. Ayollarimiz sushilka qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mana bu zal. Eslatib o'taman, Bektemir tumani Majnuntol mahallasi 2,5 sotik 5 ta xona plus hol tayyor kirasiz, yashaysiz. Ko'rib turganinglardek, narxi startoviy 128 ming deyilyapti. Yana kelishtirib beriladi. Videoga like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar hamda fikr mulohazalarni kommentariyada kutamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.